Hozirgi zamonda zo'r yashash uchun raqobat juda past. Hozir hayron bo'lib qarayotgandirsan, lekin o'zingga rostini ayt. Hayoting iziga tushib ketishi uchun nima qilish kerakligini bilasanmi? Shunchaki ha yoki yo'q deb javob ber. Ko'rinib turibdiki, bilasan. Agar sen 2-3 hafta Terminator rejimiga o'tib, faqat qilishing kerak bo'lgan ishni qilganingda edi, hozirgi botqoqdan chiqib ketmasmiding? Albatta chiqib ketarding. Xo'sh, nega qilmayapsan? Senga bittagina kichkina qobiliyat yetishmayapti. Diqqatni jamlash, fokus va faqat kerakli ishni qilish. Hozirgi zamonda muvaffaqiyatning narxi bu konsentratsiya, ya'ni chalg'imay ishlay olish. Bundan 200 yil oldin boshqacha edi. Past tabaqada tug'ildingmi? Tamom. Muvaffaqiyatni tushingda ko'rarding. Yoki urushga borib o'lib ketarding. Hozir esa mutlaq erkinlik davri.